Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Biz yana yosh oilalarga Ramazon oyiga skidkani boshladik. Bu brendimiz Sventech'dan bo'ladi. 4 ta mahsulotni reklama qilib o'tamiz. Xo'p, 6 kilolik mashina bo'ladi. Televizor 32 tali smart Android, xolodilnik bo'ladi, bitta konditsioner bo'ladi. Okeylar, bu 6 kilolik Sventech bo'ladi. Inverter motor bo'ladi. Parmalab yo'yilgan funksiyalari bor. 16 ta funksiyasi bor. Barabarlarga kelgan bo'lsa, barabar almazli barabarlar bo'ladi. 3 seriyadagi garantalari bor. Motoriga 10 yil garantiya. Televizorimizga kelgan bo'lsa, smart Android bo'ladi, Google bo'ladi, o'zining pamitlari bo'ladi. Pamitiga rossiyskiy kanallar yozib sezam bo'ladi. Akalar, Sventech xolodilnikimiz mana 1 yilga yegan tokini qarang, 285 kilovat bo'ladi. Xolodilniki 267 litr, morozilkasi 142 litr bo'ladi. Shumini qarang, 5 shumlik bo'ladi bular. Top Sventech, mana tablosi bo'ladi, balandligi 185 bo'ladi. Inverter motor bo'ladi. Mana bu 3 tortmali bo'ladi, morozilkalar, воздушный охлаждение bo'ladi. Okeylar, bu Sventech konsertimizni ko'rsatib o'tamiz mana. Modellarni ko'rasizlar, 10 yil kafolati bor motoriga, DC inverter bo'ladi, kam tok tekishlikda 135 voltda bemalol ishlayveradi. 3 yil seriyada garantiya bor, 12 ta viloyatda servis sentrlarimiz bor. Akalar, manzilimiz Abu Sahib bozor, S blok 17-magazin bo'ladi. 4 ta mahsulotlarimizni qo'yamiz, $995 faqat obunachilarimiz uchun. Pastga nomerlarni yozib qo'yamiz.